hozirgi tushunarsiz havolarimizda issiq sovuq bo'lyapti. Hamma insonlarimizda qanaqa kiyinishlarini bilmayapti. Issiq kiyinganimizda terlab qolyapmiz, yo'qqa kiyinganimizda sovuq tegib shamollab qolayotgan bo'lsanglar, biz sizlarga yengilgina yechimlarini topdik. Uy sharoitida ishlatsa bo'ladigan igloukalovание deb nomlaymiz. Bu masla shi. Buni tarkibida shi maslasi bo'lganini hisobiga og'riqlarni tezda qoldiradi, nafaqat qoldiradi, ich-ichidan davolaydi. Bu mas ko'rinishida bo'ladi. Shundoq og'riyotgan joylarga, bo'g'imlarga, bel, anaqa bo'yin, tizza yoki etbetlaringlar og'rib qoladigan bo'lsa, shuni shundoq surib, issiqni o'ranib yotadigan bo'lsanglar, ertalabgacha og'riqdan asar ham qolmaydi. Nafaqat og'riqni yo'qotadi, buni davolash xususiyatiga ham ega. Buni o'sha og'riyotgan joylarni, og'riqni umuman unutib yuborasizlar. Har biringlarga tavsiya qilamiz. Eko mahsulot bo'lgani uchun hech qanaqa allergiya bermaydi, toshmalar toshmaydi. Bemalol hamma ishlatsa bo'ladi. Ko'proq ma'lumot uchun direktdan shi masla deb yozadigan bo'lasizlar, to'liq ma'lumotlarni jo'natib qo'yaman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib, yuragimni qizartirib qo'yish esinglardan chiqmasin.